Ochig'ini aytinglar, faqat mana shu uchastkamizni sotib olganingizda yashagan bo'larmidinglar yoki remont qilib sotib soqqa yurgan bo'larmidinglar? Bu uchastkamiz Yashnobod tumanining yaxshi joylari, go'zal mahallasida bo'ladi. 3,5 sotuvga qurilgan bu uchastkamiz oshxona, holladan tashqari 7 ta xona, podvoli ham seli, mana shu ko'rib turgan binolarning hammasi seli podvol qilingan. 4 ta sanuzelga joy tashab ketilgan. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, sentralniy kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari, metro, maktab, bog'cha, masjid, korzinka, do'konlar, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Agarda mabodo meni gapimga ishonmasanglar, baba bitta bo'lsa ham quruvchi tanishinglar bor-ku, to'g'rimi? Shunda o'shani shu yoqqa olib kelib, bitta tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Yaxshi qurilganmi, narxiga mosmi o'zi? Korobkani yaxshi tomoni o'zingizni didingizga moslab bo'yab olsangiz bo'ladi. Keyinchalik quruvchini ayblab yurmaysiz. 249 ming so'ralmoqda. Telefon qilsanglar yana kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Jahon chempionatida kim yutadi bilmadim, lekin yerlarni solishtirganimizda mana shu yer hammasini yutadi, lekin sababi bunaqa yerlar hozir kam qolgan. 5 sotuv bo'ladi. Qaranglar, fasad razmeri 20 metr oldi, 20 metr orqa, bunaqasiga eniga 25 metr bo'ladi. Chempion yer oldi, orqa ko'cha. Ikkita uchastka quraman desanglar 2,5 bu yoqqa, 2,5 nariyoqqa qursanglar dahshat bo'ladi. Bu chempion yerimiz Yashnobod tumani go'zal mahallasida bo'ladi. Katta ko'chadan unaqa ko'p kirmaysiz. 5 sotuv, 2 tomonlama ko'cha, fasad razmerlari 20 metr etib o'tganimdek. Kommunikatsiyalari, mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q umuman. Infratuzilmalari, bog'cha, maktab, masjid, do'konlar, metro yonginasida joylashgan. Videoni yaxshi niyatda uchastka quraman deb yer qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Okajon, yer olib qo'ying, endi u qayta ishlab chiqarilmaydi. 240 ming so'rayaptilar, endi shu narxga sotmanglar, to'g'rimi? Telefon qilsanglar yana kelishtirib beradilar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Anchadan beri niyat qilib qo'yuvdingiz, kvartira bo'lsa, yaxshi joydan bo'lsa sotib olaman deb. Men sizga shahar top 3 tali rayoniga kiradigan Mirzo Ulug'bek tumanidan topib qo'ydim. Bu kvartiramiz Mirzo Ulug'bek tumani Massif Feruzada joylashgan bo'ladi. 6 qavatli binoni 6-qavatida joylashgan, liftlari bor. 72 kvadrat maydonga ega, korobka holatida o'zingizlarni didinglarga moslab peregorodga qilib olasizlar, oynalari ham bemalol. Infratuzilmalari, shifoxonalar, korzinka, eko bozor, bog'chalar, maktablar, yashash uchun kerak bo'lgan to'pviy lokatsiya, hamma narsa bor. Eng muhimi, narxi qimmat emas. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol yaqinlarga shunday videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu joyi olgan, baraka topasan deb. Pishgan g'ishtdan qurilgan, kvadrat metri $1000 dan, lekinchi bitta telefon qilsanglar yana kelishtirib beradilar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Mirzo Ulug'bek tumanidanchi 4 sotuvli yer qarayotganmiz, narxi hamcha jonginam bo'lib yotibdi. Katta ko'chani birinchi liniyasida joylashgan bo'ladi. Fasad razmerlari 15 metr, xohlasanglar tayyor biznesi bor ekan. Milliy taomlar yurg'izilgan ekan, uni ham biznesini ham qo'shib sotaman xohlasanglar. Xohlasanglar yerni o'zini olinglar deyaptilar. Yanachi tayyoriga dokumenti ham noturar ekan deb bu joyimizni. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiya muammo yo'q. Infratuzilmalari, masjid, maktab, bog'cha, polkinika, banklar, noturar bino qilishgacha eng ideal variant mana bo'lsa kerak Mirzo Ulug'bek tumanida. Bitta kelib, atrofni o'rganib ko'rsangiz 150-200 deyapti har bir sotigini, ko'chani yuzini. Lekin bular pul zaril bo'layotganiga 130 dan sotib yuboramiz har bir sotigini deyapti. Endi baba bitta telefon qilsanglar kelishtirib beriladi. Aytgandek, aniq lokatsiyasi Telegram kanalimda bo'ladi. 60 mingga zo'ra yangi dom, Beltepa palma domlaridan qo'yamiz, sotilib ketadi har doim. Bu kvartiramizning aniq manzili Toshmiy postida shunday yonida, Zangata tumaniga qarashli bo'ladi, Beltepa palma domlari. 50 kvadrat maydonga ega, oshxonasidan tashqari yana 2 ta xona yangi qurilgan, hech kim yashamagan. Infratuzilmalari, do'kon, korzinka, maktab, bog'cha, masjid, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bitta narsaga kelishib olamiz, maylimi? Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, oxirida narxi yoqqan bo'lsa, mana shu yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Bu kvartiramizga 59 ming so'rashibdi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bunaqa kvartiralar uzoq qolmaydi, shoshilib qolinglar. Bu joyi lokatsiyasiga pul to'lagingiz keladi-da. Assalomu alaykum okajonlar, Uchtepa tumani Taqachi mahallasiga kelganmiz sizlarga kvartirani obzoriga. Manzil Uchtepa tumani Taqachi mahallasi, mo'ljal Taqachi Food. Shunda ro'parasidan kirganda. Remontlari yaxshi holatda, 4 qavatli binoni 3-qavatida joylashgan bo'ladi. 86 kvadrat maydonga ega. Oshxona, balkonlari, sanuzellari ham alohida, bulardan tashqari to'rxona. Atrofda ona bola bayinsasi, maktablar, bog'chalar, fast foodlar, polkinikalar, korzinka, havas savdo, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Ba'zi bir mebel texnikalari qoladi. Qolganini endi o'zingizlar egalari bilan o'tirib kelishib olasizlar. Videoni mana shu Taqachidan, yaxshiroq joydan kvartira qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Narxini egalari qo'ymen dedilar, o'zim aytaman deyaptilar. Telefon qilsanglar, mana videoning tepasida egalarining raqamlarini qoldiraman, o'zlari aytadilar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi.